Bemorimizni kecha operatsiya qilganmiz. Tizzasida tizza bo'g'im artroskopiyasi qilib, medial menskda jarohati bor ekan. Qisman mensektomiya qilganmiz. Travma olganlariga qancha vaqt bo'lgan? 6 yil bo'ldi. 6 yil bo'ldi. 6 yil bo'ldi. Shundan beri og'rib yuravergansiz. Og'rib yuraverdik. Lecheniya olgansiz? Lecheniyalar olaydim. Og'rib qolmagan. Og'rib qolmagan. Qanaqa og'riq bo'lardi o'zi? Tizzam ko'zida mana bu yonboshlarida og'riq bo'larchi edi. Mana shu tizzamning cherida og'riq bo'lardi. Bukilish yozish qanaqa edi? Bukilishlar qiynalaychi edi. Mana hozir bukyapman. Operatsiya jarayonida o'sha medial mensk bo'g'imga tiqilgan, bukilishlarda qiyinchilik bo'lgan. Biz o'sha menskni qisman mensektomiya qilib, bo'g'imni ochib tozalab qo'ydik. O'sha bo'g'imda uzoq vaqtdan beri og'riq bo'layotgan hisobiga bursitlar, sinovitlar bo'lgani uchun o'shani tozalab amaliyotga o'tkazdik. Bir yurib ko'rsatingchi. Men hozir yaxshi yuryapman. O'zgarishlar yaxshi. Doktor, sizga rahmat. Oyog'i og'rib, tizzalari og'rigan bemorlar mana shu yerga kelib davolaningizlar. Tizzalarim yaxshi hozir. Sizlarga shu yerga kelishni tavsiya qilaman. Yaxshi, shifokorlarim yaxshi. Bularga katta rahmat. Kecha amaliyot o'tkazganmiz. Mana bugun o'zi turib yurib bemor harakatlanyapti. Bu tizza bo'g'im artroskopiyasi o'sha kichik teshik bilan kirib operatsiya qilinganligi uchun mana ertasi kundan bemorlar yurishlari mumkin.